Endi biz Excel dasturidan foydalanib ma'lumotlarni qayta ishlashni, ya'ni ma'lumotlarga ishlov berishni o'rganamiz. Buning uchun man oldingi darsimizda ko'rib o'tgandek, ya'ni mana ism, familiyalarni oluvdik, yoza oluvdik. Man yengil listga o'tdimda, o'shalarni qayta yozdim, faqat ismlarigacha yozib qo'ydim. Xo'p, endi man familiyani alohida ustunga, ismlarni alohida ustunga ajratib olishim kerak bo'lar ekan. Buning uchun man A ustuniga chiqdim. A ustuniga chiqqanimda pastga qaragan strelka paydo bo'ladi. Mishkani chap tugmasini bosdim. Endi e'tibor beringlar, yuqorida главное turibdi. Вставка menyusi, razmetka страница menyusi, formula menyusi va данные menyusi. Bizga hozir shu данные menyusi kerak bo'lar ekan. данные menyusiga kirib, bu yerda tekst va stolpsam qismini bosib olamiz. Bosdim. Bu yerda endi S разделителями degan so'z turibdi. Bunga tegmaymizda dalayni bosamiz. Endi bu yerda bizda mana ko'ryapmiz, ya'ni o'sha Azizov, Azizbek, Botirov, Davron, ya'ni shunga familiyalar ismida turibdi. Bu yerda shart qo'yapti, ya'ni siz qanaqa usulda ustunlarni ustunda turgan o'sha ism familiyani alohida ikkita ustunga ajratmoqchisiz, qaysi yo'li bilan deyapti. Bizda endi bu yerda probel degan joyi bo'ladi. Probelni bosamiz. Probelni bossam, mana e'tibor bering, pastimizda уже Azizov alohida A ustunda, Azizbek, Davron, Ravshan, Husan alohida ustunga ajralib qolyapti. Probelda mana bizda Azizovdan keyin bitta probelimiz joylashgan. Botirovdan keyin probel, keyin Davron boshlanib ketgan. Nodirovdan keyin probel Ravshan, Mo'minovdan keyin probel Husan. Demak, biz o'sha ustunlarimizni ustunimizdagi o'sha ism familiyalarni alohida ajratish uchun probel bilan ajratib qo'yganmiz. Bu yerda shu probelni bosib qo'yamiz. Keyin dalya tugmasini bosdim. Bu yoqqa tegmaymiz va gotovani bosdim. Mana bunda endi A ustunimda familiyalar, B ustunida ismlar turibdi. Buni yana boshqacha, ya'ni данные bo'limiga kirmasdan turib, ya'ni tekst va stolpsamni harakatisiz o'zimiz ham amalga oshirishimiz mumkin ekan. Faqat u sal boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi. Man shu joyi endi orqaga qaytaraman. Ctrl ni bosib turibman. Lotincha Z harfini bosdim, orqaga qaytdim. Endi man B ustunini birinchi qatoriga o'tdim. Mishkan chap tugmasini bosdim. Endi Azizbek degan, mana Azizov, Azizbekka ustiga mishkan chap tugmasini bosdim. Mishkan chap tugmasini 2 marta tez bosib qo'ydim. Mana bunda endi tahrirlash imkoniyatiga ega bo'ldim. Men endi Azizbekka yig'dim, ya'ni mishkan chap tugmasini, mishkani strelkasini Azizbek degan A ni oldiga olib keldim. Mishkan chap tugmasini bosib turibman. Qo'yavermasdan o'ng tomonga qarab Azizbek degan so'zni yig'ib oldim. Yig'ib olishim mana bunaqa seriya holatiga tushyapti. Ctrl bilan lotincha S harfini, S emasdi, oddiygina S harfini bosdim. Xo'p, B harfiga, ya'ni B ustuniga o'tdim. Ya'ni B ustunini birinchi qatoriga o'tdimda, mishkan chap tugmasini bosdim va Ctrl ni bosib turib, lotincha V harfini bosdim. Mana Azizbek tushdi. Endi men B ustunimni endi ikkinchi qatorga tushyapman, ya'ni Azizbek tagiga tushdim. Mishkan chap tugmasini bosdim. Ctrl ni bosib, lotincha E harfini bosdim. Mana bunda endi Azizov, Azizbekdan tashqari men ismlarni alohida qilib ajratib oldim. Bu ham shu usulga kiradi. Endi Ctrl E harfi, ya'ni Ctrl E harfini bossangiz, bir marta bosib qo'ysangiz, o'sha ismingizni kopiya qilib, ya'ni nusxa olib, bu yoqqa o'tkazib, bu yerdan o'sha hamma o'sha ismlarni bu yoqqa o'sha B ustuniga o'tkazib qo'yar ekan. Endi masalan, shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Ya'ni bizda tasavvur qiling, shu yerda juda ham ism ko'p. Men hozir Botirov Davronni bu yoqqa tashlab qo'yapman. Xo'p, Nodirov Ravshanni bu yoqqa tashlab qo'yapman. Mana. Endi
Tasavvur qiling, bu ro'yxatimiz judayam katta ro'yxat. Tasavvur qiling. Endi shu ro'yxatimizda bizda endi a, bir xil bo'lib qolgan ism familiyalarni biza alohida o'sha ajratib olishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni o'sha alohida rang bilan ajratib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, buning uchun men A ustuniga keldim. Mishkani chap tugmasini bosdim. Butun ustun yig'ildi. Endi biz Glавный menyuga o'tdim. Mana men Glавный menyusiga o'tdim va eng o'rtasida Условный formatirование degan qismi bor. Ya'ni o'sha Glавный menyusini Условный formatirование o'sha bo'limiga o'tdim va mishkani chap tugmasini bosdim. Bu yerda mana правильно выделенный ячейк, yana shu judayam ko'p narsalar turibdi. Bizaga hozir правильно выделенный ячейк kerak bo'lar ekan. Выделенный ячейкni ustiga olib kelib, mishkani strelkasini olib qilsam, menda уже больше, меньше chiqib kelyapti. Hammasi chiqib kelyapti. Bizga eng oxiridagisi kerak bo'lar ekan. Повторяющие значения. Mishkani chap tugmasini bosdim. Mana menda hozirgina qildik biz. Hop, повторяющие значенияni mana shu oyna chiqqanda biz o'sha OK tugmasini bosdim. Mana menda endi Botirov, Davron, Nodirov, Ravshan paydo bo'lyapti. Endi o'sha bir xillikni olib tashlash uchun men qatorlarga, mana 1, 2, 3, 4 qilib qo'ygan qatorlarga keldim. Mishkani chap tugmasini bosib turibman. Ikkinchi qatorga o'tdim. Ikkita qator oldimda. Endi mishkani o'ng tugmasini bosdim. Delete qildim. Mana endi menda bir xil bo'lgan familiyalar, ismlar mavjud emas ekan. Hammasi joyida. Yana bitta narsani aytib ketishim kerak bo'ladi. Xo'p, ismlarni yozib olamiz, familiyalarni yozib olamiz, jadvalni to'ldirib olamiz, masalan, mana bunaqa holatda. Shu misolda ko'rib o'tishim kerak. Masalan, men bu yerda mana bunaqa holatda turibdi. Biz mana shunaqa holatda qilganimizdan keyin masalan printerga chiqarmoqchi bo'lganmizda. Masalan printerga chiqarsak, Ctrl tugmasini bosib turib, lotincha P harfini bossak, mana menda jadvalim mana shu holatga tushib qoldi. Knижный albomga o'tkazamiz. Xo'p, mana menda bu holatga tushib qoldi. E'tibor beringlar, har doim jadvalni yasayotganlarda o'sha kerakli joylarni olib, mana kerakli joylarni olib, undan keyin bu yerdan Glавный menyusida граница degan qismi bo'ladi. Mana bunaqa to'rtburchak o'zi o'sha kategoriya qilib belgilab qo'yilgan. O'shaning yonidagi strelkasini bosib, o'tdan все граница qilib qo'yasiz. Xo'p, endi ko'rishimiz mumkinki, bu yerda butun ustunlar yig'ilgan. Ya'ni men hozir yana Ctrl bosib turib P ni bossam, menda 31 gacha. Bizda yana ikkita kategoriya qolib ketyapti bu yerda. Nima qilishimiz kerak bo'lar ekan? Printerga berishdan oldin albatta ko'rishimiz kerak. Обычный polyadan o'zi узкий polyaga o'tkazib olamiz. Mana bittasi chiqdi. Keldi degan so'z chiqdi. Endi nima qilamiz? Orqaga qaytamiz. Mana menda bitta chiziq paydo bo'lib turibdi. Ko'ryapsizmi? Shu chiziqni endi men yo'qotishim kerak bo'lar ekan. Bu chizig'imni yo'qotishim uchun menda mana bunday qilib ko'rsatsak, menda bu yerda mana bunaqa belgi turibdi. Eng oxirida bosdim. Mana bu tomonimizda bizda endi mana bunday holat bo'lib turibdi. Bu printerga berishdan oldin bitta stranitsa bo'ldi. Menisi mana ko'rayotganimiz ikkinchi stranitsa. O'shani o'ng tomonga qilib bunday qilib o'tkazib qo'yasiz. Bo'ldi. Keyin qaytib mana shu tomonimizga обычный formaga kirib olamiz. Undan keyin mana bitta уже chizig'imiz shu tomonga tushib qoldi. Yana Ctrl P ni bosdim. Mana menda endi butun ustunlar to'liq holatga tushdi. Ya'ni men hozir shu yerda o'zida ko'rsataman sizlarga. Shu yerda o'zida 99% bo'lib turibdi. Bu bemalol o'sha printerga chiqarib olishimiz mumkin. Masalan, hozir o'zimda printerim yo'q, o'shaning uchun PDF ko'rinishda chiqarib ko'rsatib ko'raman. Mana menda hop dokument o'tdi. Men рабочий stolga
qo'yib oldim. Bu yoqqa men bir raqamini qo'yib pdf qo'yardim. Endi menda hozir natija sifatida ochib berish kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu bir. Ochamiz. Mana to'liq bemalol уже printerdan chiqarish imkoniyatimiz bo'ladi. Bemalol printerdan chiqarib olishimiz mumkin. E'tibor beringlar, shu tomoniga ko'pincha shu Ctrl P ni bosgandan keyin bilmasdan turib ikkita varog'ini chiqarib oladi. Pastda ham o'zi ikkita varaq yoki bitta varaq bo'lib turadi. E'tibor beringlar shu tomoniga. Printerni qilayotganimizda agarda jadvalimiz kattaroq bo'lgan bo'lsa, ustki polga qo'yasiz. Agarda jadvalimiz yana ham sig'maydigan bo'lsa, parametr stranitsaga kirasiz. Bu yerdan endi foizini kamaytirasiz. Masalan, 75% bo'ldi mana. Sal kichkinaroq bo'ladi. Faqat endi jadvalimiz agar uzun bo'lgan bo'lsa, mana bunday qilib uzun bo'lgan bo'lsa, unda sal kichkinaroq holatga o'tkazib chiqarib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Buguncha shu narsalar edi. Salomat bo'lasizlar.